Bu Substansiya kinofilmini real hayotdagi ko'rinishi va balkim siz bu videolarni allaqachon ko'rgandirsiz. Mon plat préféré, bon, Bu ayolning ismi Jozelin Wildenstein bo'lib, plastik jarrohlikni dunyoga mashhur eng yorqin misollaridan biridir. U milliarderning rafiqasi bo'lgan payt yuzini shaklini o'zgartirish uchun va holatini yaxshilash uchun $4 million atrofida yuziga sarmoya kiritgan. Internetdagi ma'lumotlarga ko'ra, bu ayol oldinlari yuzini shaklini tanib bo'lmas darajada bunchalik o'zgartirishni xohlamagan ekan. Internetdagi ma'lumotlarga ko'ra, bu ayol oldinlari yuzini shaklini tanib bo'lmas darajada bunchalik o'zgartirishni xohlamagan ekan. Va albatta hammasi bu ayol o'z turmush o'rtog'ini 19 yoshli rossiyalik model bilan tutib olganidan keyin boshlangan ekan. Bu hodisadan keyin Jozelin keskin choralar ko'rishni boshlabdi. Turmush o'rtog'ini mushuk va sherlarni juda ham yaxshi ko'rishni bilgan Jozelinning xayoliga yuzini shaklini mushuk qiyofasinikiga o'zgartirish orqali erini qaytarish haqidagi ajoyib fikr keladi. Lekin erini qalbini bunchalik sa'y-harakatlar ilita olmadi va u biroz vaqtdan keyin ajrashishga ariza topshirdi. Navbatdagi yorqin misollarimizdan bittasi esa mana bu koreyalik Hang Myoku ismli 48 yoshli ayol. Aytishlaricha, u shunchalik ko'p plastik jarrohlik olganidan uni hattoki qarindoshlari ham hozirda tanishmas ekan. Bu ayolni plastik jarrohlikka qaram bo'lishi uni 28 yoshdan boshlanib, yuzini ideal oval shaklda bo'lishini xohlagan ekan va albatta plastik jarrohlik orqali bunga erishgan. U o'zi xohlagan narsaga erishgandan keyin ham to'xtamagan. Bundan buyog'iga esa tez-tez kosmetologik muolajalarni qila boshlagan. Lekin Koreyadagi kosmetologlar va jarrohlar unga muolaja ko'rsatishdan voz kechishgan va uni psixologga murojaat qilishini so'rashgan. Hang Myoku albatta bu maslahatlarga quloq solmasdan Yaponiyaga uchib ketib, u yerda plastik jarrohlarni qidira boshlaydi va xususiy klinikadagi bitta jarroh bilan tanishadi. Lekin bu jarrohni sifatli va malakali mutaxassis deb bo'lmas edi, chunki bu jarroh ayolga yuziga silikon quyishni maslahat beradi. Hang Myoku bu taklifga albatta rozi bo'ladi va natijada esa yuzi silikon bilan ishib ketgan dahshatli holatga keladi. Lekin Hang Myokuga bu ham yetmasdan, puli tugagan paytlarida esa u yuziga qanaqadir o'simlik yog'ini o'zi uy sharoitida quyishni boshlaydi. Bularning hammasi esa bu ayolni uyidagi oila a'zolari ham tanib bo'lmaydigan darajadagi dahshatli o'zgarishlarga olib keldi. Lekin eng qizig'i, siz nima deb o'ylaysiz, bu yerda kim aybdor? Bemorda ruhiy o'zgarishlarni bilib turib ham mana shunaqa muolajalarni qilayotgan jarrohlar va kosmetologlar aybdormi? Yoki-da bemorni o'zimi? O'zingizni fikringizni kommentariyada yozib qoldiring va keyingi videolarda ko'rishguncha.